mani bitta xatoyim bor edi. Tortinchoq. Juda ham tortinchoq edim. Endi hozir sekin-sekin chiqib kelyapman. Tortinchoqligim bor. Lekin sahnada hech qachon tortinmasdim. Men aytaman, nimaga sahnada? Sahnada hamma narsani qilaman. Sahnada qilmagan narsalarni qilaman. Lekin hayotda unaqa emasdim. Hayotda tortinaman. Misol nozikroq bir nimalarga taklif qilishsa, voy, nima qilaman? Ha, bunaqa o'tiraman. Hijolat qilardim. Hijolatligim bor-ku. Shu tomonlarim bor. Sabr bilan kuchni doim birga ishlataman. Chunki Maqsuda o'zingni tut deyman. Maqsuda sabrli bo'l. Sabrli bo'lsang, hali hayot oldinda. Chunki oyni 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug' degan so'zlar bor. Biz o'sha yorug' kunlarni kutdik. Allohga shukr deymanki, Allohim mayli kimdandir kamdirmiz, kim bilandir tengdirmiz. Shukr qilamiz. Shukr desangiz, haligi ichingizga bir taskinlik bo'lar ekanda. Shukr. Xotirjamlik bo'lar ekanda. Meni aytaman-da. Menga ba'zan aytib qolishadi-da, ichida to'la g'am bilan, yuzida kulgi bilan yurgan insonlar, o'shalarning bittasi men bo'laman. Ey hayot, sen ne desang hammasiga xo'p hayot. Sendan hali umidlarim ko'p hayot. Berganiga shukr arzim yo'q hayot. Sen ne desang hammasiga xo'p hayot.